Bu do'stkamizga e'tibor bersanglar, do'stamiz katakchalardan iborat. Katakchalarni agarda uzunligini, ya'ni o'lchamini birlik deb qabul qilsak, bitta katakchamizning o'lchovi yuzi birlik kvadratdan iborat. Birlik kvadrat. Nima degani? Agar 1 santimetr bo'lsa, kvadrat birlik bo'ladi. Agar uzunligi 1 santimetr. Bitta katakchamiz 1 santimetr kvadratga teng. Tushunyapsizlarmi? Agar bitta katakchamiz kvadratku bu. Tomoni 1 santimetr bo'lsa, yuzi 1 santimetr kvadratdan iborat bo'ladi. O'lchovini birlik deb olsak, yuzi birlik kvadrat bo'ladi. Bittasining yuzi. Endi savol paydo bo'ladi. Shunday ekan, bittasining yuzi shunaqa ekan. Yuzani o'lchayotganda biza birlik kvadratlar bilan o'lchaymiz. Yuzani o'lchov birligi santimetr kvadrat, metr kvadrat, desimetr kvadratdan iborat. Mana shular yuzani o'lchash birliklari. Endi masalan, biror bir shaklni yuzi 10 santimetr kvadrat degani nima degani? Bu deganiki, bu shaklni ichida masalan, ana shunaqa kvadratda nechta bor degani? 10 ta bor degani. Agar yuzi 10 kvadrat, birlik kvadrat bo'lsa, 10 birlik kvadrat bo'lsa, ichida shunaqa kvadratdan 10 ta bor degani. Bu kvadratga butun bo'lmasligi mumkin, bo'lak-bo'lak, qism-qism. Lekin birlashtirgan payti nima bo'ladi? Ro'porosa 10 ta butun kvadratcha shu shaklni qoplaydi degani. Ya'ni o'sha shaklni 10 ta kvadratcha bilan qoplash mumkin degani. Agar yuzini biza 10 birlik kvadrat deb topsak. Xuddi shunday usulda amalda biza uchburchakni yuzini topishni o'rganamiz. Uchburchak yuzini qanday qilib topsa bo'ladi? Kelin misol olamiz. Mana masalan bitta uchburchak chizishni aytamiz. Uni yana yaxshi o'qitgan bo'ladi. Bitta uchburchak olamiz. Uchburchak o'rnatib. Mana shu burchagimizni ichida kvadratchalar bor. Ko'ryapsizlar, bular hammasi ham butun masala bo'lak-bo'lak bor. Lekin mana shu kvadratchalarni jamisini yig'ib birlashtirganimizda nechta kvadratcha hosil bo'lishini topsa, biz shuni yuzini topgan bo'ladi. Yuz ana shu degani. Ana shu topishimiz kerak. Xo'p, savol paydo bo'ladi. Xo'sh, endi qanday qilib shuni topamiz? Shu narsani topish kerak ekan. Shu uchburchakni yuzini topishni usuli qanaqa? Uchburchakni yuzini topish uchun bir nechta formula bor. Ana shu formulani bilan bugun o'rganamiz. Birinchi navbatda bitta uchburchak olamiz. Mana bitta uchburchak olamiz. Mana shu uchburchakning yuzini topish vazifasi bizga qo'yilgan bo'lsin. Uchburchakning yuzini topishning birinchi formulasi quyidagicha. Har bir uchburchakning yuzi, har bir degani ixtiyoriy uchburchakning yuzi asos bilan asosga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. A ko'paytirilgan HA 1/2 nimani beradi? Uchburchak yuzini beradi. Uchburchakning yuzi asosi bilan asosga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. Bu birinchi formula. Formulamizni isbotlaymiz. Nima uchun uchburchak yuzi asos bilan balandlik ko'paytmasining yarmi uchburchak yuzini beradi? Isbotlaymiz. Isbotlash qiyin emas. Keyin birinchi bir eslaymiz. Bizda to'g'ri-to'rtburchak degan shakl bor, bilasizlar. Maktab programmasidan bilasizlar. To'g'ri-to'rtburchak bor. Mana shu to'g'ri-to'rtburchakning yuzi qanday qilib topiladi? To'g'ri-to'rtburchakning yuzi bo'yi bilan enining ko'paytmasiga teng, to'g'rimi? S teng A ko'paytirilgan B. Masalan, A bilan B ni ko'paytiramiz. To'g'ri-to'rtburchakning yuzini topamiz. To'g'ri-to'rtburchakning yuzi bo'yi bilan enining ko'paytmasiga teng. Masalan, bo'yi 3, eni 8 bo'lsa, 24 birlik kvadrat chiqadi. U santimetr kvadrat chiqadi. Metr bo'lsa, metr kvadrat chiqadi. O'sha birlik kvadrat degani o'lchov birligi nima bo'lsa, o'shanaqa chiqadi. Lekin kvadratda chiqadi. Ya'ni birlik kvadratda chiqadi. Endi
bu formula hammamiz bilamiz-ku. Mana shu uchburchagimizni yuzini topish formulasini isbotlashimiz kerak. Bu uchun men uchburchakni to'g'ri to'rtburchakka to'ldiraman. Qanday? Mana olaman. Shu uchburchagimizni to'g'ri to'rtburchakka to'ldiraman. To'ldir. Endi bu balandlik HA bo'lgandan keyin to'g'ri to'rtburchagimizni bir tomoni eni nima bo'ladi? HA bo'ladi. Bu ham HA, bu ham HA. To'g'rimi? Umuman olganda to'g'ri to'rtburchakning yuzini topmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? A ni HA ga ko'paytiramiz. O'shanda to'g'ri to'rtburchakning yuzi topiladi. Lekin bizga nimaning yuzi kerak? Uchburchak yuzi kerak. Endi e'tibor bering. Ana bu yuzaga qarasangiz, ana bu yuza. Mana bu qismini yarmi emasmi? Yarim. Chunki bizada diagonal nima qiladi? Diagonal yuzini teng ikkiga bo'ladi. Mana bu bitta bo'lagini qarasangiz, shu diagonal bo'lyaptimi? Demak, ana bu uchburchakning ichida bo'lgan yuza shuni yarmi. Endi ikkinchi yuzaga qaraymiz. Bu yuzachi? Bu yuza ham o'z navbatida ikkinchi qismi qanchasi bo'lyapti? Yarmi bo'lyapti. Endi ikkalasi ham o'zini bo'lagini yarmi bo'lgani uchun uchburchak yuzi butun to'g'ri to'rtburchak yuzini qanchalik kelib chiqadi? Yarmlik kelib chiqadi. O'sha uchun A kara HA ni 2 ga bo'lamiz. Nima topiladi? Uchburchak yuz topiladi. Mana shu uchburchak yuz topishning birinchi formulasi. Uchburchakning yuzi asos bilan shu asosga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. Uchburchakning yuzini ikki tomon va ular orasidagi burchakka ko'ra topamiz. Ya'ni uchburchak berilgan bo'ladi. Shu uchburchakning ikki tomoni ma'lum va shu tomonlar orasidagi burchak ma'lum. Topishimiz kerak uchburchak yuzini. Gamma burchak A va B tomonlar orasidagi burchak. Uchburchak yuzini ikki tomon va ular orasida burchaklar topib bo'ladi. Qanday qilib? Hozirgi formulamizni yana bir yozamiz. Formulamizni aytdikki, uchburchak yuzi asos va unga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng deb yoziladi. B va unga tushgan HB ning yarmiga teng deb yoziladi. Endi mana bu B tomonga tushirilgan balandlik HB bo'lsa, mana bu burchakda burchak gamma bo'lsa, agar sinus gamma topmoqchi bo'lsak, sinus gamma degani HB ning A ga nisbati bo'ladi. To'g'rimi? Chunki o'tkir burchakning sinusi deb burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga aytiladi. Hozir balandlik tushirildi. Balandlik 90 grad bo'lsa tushadi. Uchburchak hosil bo'ldi. Uchburchak qanaqa? To'g'ri burchak. Gamma burchak qarshisidagi katet HB, gipotenuza A. HB ning A ga nisbati burchak sinusini berdi. Mana shu birinchi yozgan formulamizdagi HB ni almashtiramiz. Qanday qilib? Ikkinchidan HB ni to'plamiz. HB teng bo'ladi A kara sinus gamma ga. Keyin keltirib B ni o'rniga keltirib HB ni o'rniga keltirib qo'yamiz. S teng 1/2 bo'ladi, B bo'ladi. HB o'rniga A kara sinus gamma. Shunday qilib uchburchagimizning yuzi mana bu formuladan topilsa ham bo'lardi. Ya'ni 1/2 A kara B sinus gamma. Uchburchak yuzi, xo'p bu formulaning ma'nosi nimadan iborat? Uchburchak yuzi ikki tomon va shu tomonlar orasidagi burchak sinusini ko'paytmasining yarmiga teng. Qachonki sizda ikkita tomon va shu tomon orasidagi burchak ma'lum bo'lsa, yuzani mana shu formulani topsangiz bo'lardi. Masalan, misol ko'ramiz. Mana uchburchak berilgan bo'lsin, uchburchakda bir tomoni 6 ga, bir tomoni 8 ga orasidagi burchak 120 gradusga tengligi ma'lum. Mana shu uchburchakning yuzini toping degan savol qo'yilgan bo'lsa oldimizga. Hozir bu uchburchak yuzini topishni ikkinchi formuladan topamiz. Yuzini topishni ikkinchi formulani qo'llaymiz. Demak, uchburchak yuzi teng yozamiz. 1/2 6 ko'paytirilgan 8 sinus 120 gradus deymiz. Bular qisqargandan keyin 3 qoladi 24. Sinus 120 gradusda ilzot 3/2 ga teng edi. 2 bilan 24 qisqaradi, necha qoladi? 12 ilzot 3.
Demak, bu uchburchagimiz necha teng ekan? 12 ga teng. Mana bu uchburchakni topishning ikkinchi formulasi bu. Navbatdagi formulani ko'ramiz. Uchburchak yuzini topishning navbatdagi formulasi bu. Uchburchak yuzini berilgan 3 tomonga ko'ra topish formulasi. Bu degani agar uchburchakning uchala tomoni ma'lum bo'lsa, yuzi qanday qilib topiladi? Uchburchak yuzini 3 tomonga bo'lish topish formulasi. Bu formula nomi bor. Buni ko'p o'quvchilar maktab dasturidan asli bilish shart, lekin oxir paytda bilmayapti. Bu formula nomi Geron formulasi. Kim Geron formulasi eshitgan? Ko'taramiz. Geron formulasi. Quloqdan necha eshitgan? Hech kim eshitmadi. Juda yomon. Geron formulasi uchburchak yuzini uchala tomonga ko'ra topish. Ya'ni uchburchakni A, B, C 3 ta tomoni berilgan, yuzini topish masalasi qo'yilsa, odatda Geron formulasidan foydalanamiz. Xo'p, biz sizlar bilan hozir Geron formulasini nafaqat yozamiz, balki isbotlab chiqaramiz. Geron formulasi qanday kelib chiqqan? Buni isbotlaymiz. Buni isbotlash uchun men uchburchakning bir tomoniga o'zimdan balandlik tushiraman. Mana balandlik tushirdim. C tomoniga bu HC balandlik bo'ldi. Uchburchakning C tomoniga tushirilgan balandlik HC bo'ldi. Endi shu balandlik ajratgan kesmalar bor. Mana shu ikkita kesmani balandlik ajratgan kesmalar yoki proyeksiyalar deymiz. Soyalar. A tomonining C tomonidagi proyeksiyasi mana bu kesma bo'lyapti. Ikkinchi bo'lak esa B tomonining C tomonidagi proyeksiyasi bo'lyapti. Shu kesmalardan bittasini x bilan belgilasak, ikkinchi kesma C minus x bo'ladi. Chunki butun tomon C ga teng. Agar bir bo'lak x bo'lsa, qolgani C minus x bo'ladi. Shunday belgilash qilgandan keyin hosil bo'lgan ikkita uchburchagimiz ikkalasi ham qanaqa? To'g'ri burchakli. Ikkalasida ham Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Pifagor teoremasiga ko'ra katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng edi. Shuni qo'llaymiz. Demak, katetlarni olamiz. X ning kvadrati HC ning kvadrati teng A ning kvadrati. Ikkinchi uchburchak uchun ham Pifagor teoremasini qo'llaymiz. C minus x ning kvadrati qo'shilgan HC ning kvadrati teng B ning kvadrati bo'ladi. Ana endi mana shu ikkalasi uchun Pifagor teoremasini qo'llagandan keyin mana shu sistemadan x topamiz. Bu uchun ayirib ko'ramiz. Marhamat. Ayirib ko'rgan paytimizda x ning kvadrati C minus x ning kvadrati A kvadrat minus B kvadrat hosil bo'ladi ayirgan paytimizda. Qavsni ochamiz. Qavsni ochganimizda x ning kvadrati ayrilgan C ning kvadrati plus ikkita cx qo'shilgan x ning kvadrati bo'ladi. Ana bunda aslida ayrilgan bo'ladi. Keyin qavs ochilgandan keyin qo'shilgan bo'ladi. Teng A kvadrat minus B kvadrat. Yana qavsni ochsak x kvadrat minus c kvadrat plus ikkita cx minus x kvadrat teng A kvadrat minus B kvadrat. X kvadratlar qisqarib ketadi. Minus c kvadratni bir tomonga o'tkazib olamiz. Natijada ikkita cx teng A kvadrat plus c kvadrat minus B kvadrat hosil bo'ladi. Keyin x ni o'zi teng bo'ladi. X o'zi teng bo'ladi. A kvadrat plus c kvadrat minus B kvadrat bo'lingan ikkita c. Biz shunday qilib sizlar bilan hozir x kesmani topib oldik. Mana x kesma. X kesmani mazmuni shunday bo'ladiki, x kesma A tomonining C tomonidagi proyeksiyasi yoki soyasi deyiladi. X kesma topib qo'yish, lekin bu hali ham bizga yuzlanib bermaydi, to'g'rimi? Biz ana endi x kesmani A, B, C bilan topgandan keyin HC ni topsak bo'ladi. Pifagordan. Chunki A bizga ma'lum deb olindi boshdan, x topildi. Pifagordan HC, ya'ni C tomonga tushgan balandlikni topib olamiz. Demak, HC ni topmoqchi bo'lsak, HC teng ildiz ostida bo'ladi. Gipotenuzaning kvadratidan ayiramiz ikkinchi katetning kvadratini. Ana x kvadrat ayiramiz. Yozaman shuni. A kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat bo'lingan ikkita c ning kvadrati. Mana shu HC bo'ladi. Endi yuza yozmoqchi bo'lsak, yuza teng bo'ladi 1 taqsim 2 tomon c tomon
Ko'paytiramiz, balandlik sen tomonga tushirilgan balandlik a kvadrat minus a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat bo'lingan 2c ning kvadrati. Endi mana shu olib qarasak, shu formamizni o'zi ham uchala tomonga ikkita topib beradi. Faqat formula bitta kamchiligi noqulayroq. Buni eslab qolishingiz qiyinroq. Shuning uchun mana shu formulamizni sizlar bilan hop yanada shaklini almashtiramiz. Qanday qilib almashtiramiz? S teng 1 taqsim 2s bor. U mahraj berib, ana bu 4c kvadratdan 2c ni qavsdan tashqari chiqaramiz. Mana bu mahraj beramiz. Xo'p, natijada bunday bo'ladi. 2ac ning kvadrati ayrilgan a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadratning kvadrati qoladi ilzosida. Mana bu x ni mahraj berdi, qavsdan chiqardi. C bilan c chiqardi. 1 taqsim 4 qoladi. Mana bu qavs ichidagi ifodani a kvadrat plus b kvadrat, ya'ni kvadratlar ayirmasi formulasi bilan ikkita qavsni ajratamiz. Bitta qavsimiz 2ac minus a kvadrat plus c kvadrat plus b kvadrat bo'ladi. Ikkinchi qavsimiz esa 2ac qo'shilgan a kvadrat qo'shilgan c kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Endi ana shu qavslarda to'la kvadratni ko'rish mumkin. Birinchisida b kvadrat ayrilgan a minus c ning kvadrati bor. İkincisi ana bu o'zi formula a plus c ning kvadrati ayrilgan b kvadrat bor. Endi ana shu hosil qilgan formulamizda aslida buni ham Geron formulasi desa bo'ladi. Lekin bu nomi boshqacharoq. Bu modifikatsiyalangan Geron formulasi. Modifikatsiyalangan. Nima degani modifikatsiyalangan? Modifikatsiyalangan degani shakli o'zgargan degani. Bu formulaning ham ahamiyati bor. Agar siz oddiy Geron formulasini bilsangiz, buni bilmasangiz, bu yetarli degani emas. Shunaqa misollar ko'rsam qiynalib qolasiz. Chunki bu formula ham nimasi bor? Ahamiyati bor. Demak, S teng yozamiz. S teng 1 taqsim 4. Bu formulamiz modifikatsiyalangan Geron formulasi. Endi Geron formulasi o'zini qanday hosil qilamiz? Bu uchun mana bu qavs 4 ni qavs ichiga kiritib, mana bularni ikkita qavsga ajratamiz. Teng diqqatman. 4 bo'ldi. İlzosi kirsa 16 kiradi. Shu 16 ni 4 marta 2 yozaman. 16. Endi birinchi qavsni ajrataman ikkita qavs. B minus A plus C. İkinci qavs B plus A minus C. A plus B plus C. A plus C minus B. Ana bu to'rtlarni, ikkilarni har bitta qavsga beramiz. Mana shuni o'zi bizlar uchun yarim perimetr. Chunki agar A plus B plus C bu perimetr, bu yarim perimetr. S teng diqqatlantirib. Mana bu kasrni o'zini yarim perimetr ayrilgan A deb olsa bo'ladi. Chunki ana bu yarim perimetr bitta ana ayirib minus A suratda qoladi. Ikkinchisini yarim perimetr ayrılgan C deb olsa bo'ladi. Buni yarim perimetr ayrılgan B deb olsa bo'ladi. Buni o'zi yarim perimetr. O'shani bilan P deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib bizda oxir oqibatda Geron formulasini yozamiz. Bu yerda P nima ekan? Yarim perimetr ekan. A plus B plus C taqsim. Mana sizlar bilan bitta Geron formulasi isbotlangan. Geron formulasiga ko'ra uchburchakning yuzi to'plar ekan. Yarim perimetr P ayrilgan birinchi tomon yarim perimetrdan. P ayrilgan ikkinchi tomon, P ayrilgan uchinchi tomon. Va shu formula bilan topsa bo'ladi. Va yana bir narsa esdan chiqmasin, mana bu formulamiz ham bu bir bo'lsa, modifikatsiyalangan Geron formulasini ham bilish kerak. Uni ham ahamiyati bor. Keyin bitta misol ko'rsatib beraman, keyin ko'ramiz. Masalan, uch burchak berilgan bo'lsin.
Tomonlari 13, 14, 15. 13, 14, 15. Şu uchburchakning yuzini top degan savol berilgandi. Yuzini topish uchun biza birinchi navbatda yarim perimetr hisoblaymiz. 13, 14, 15. Bo'lamiz 2ga. Necha bo'ladi? 21 bo'ladi. 21 bo'ladi. Endi S teng 21 yozamiz. 21 ayrılgan 13 yozamiz. 21 ayrılgan 14, 21 ayrılgan 15. Aha. Teng. İlz ostida 21, 8, 7, 6. 2'de 7'den 7 çıkadı. 3 qoladi. Mana bu 3'dan 4 chiqadi, 2 qoladi, 16dan yana 4 chiqadi. 12 ga 7, 84. Demak, mana bu uchburchakning nechga teng ekan? 84 ga teng. Biz hozir aytdikki, uchburchak yuzini toplayotganda modifikatsiyalangan Geron formulasi ham bor dedi. Keyin shu formulani yana yozamiz. F teng 1/4 ilz ostida A plus C'ning kvadrati ayrılgan B'ning kvadrati, B'ning kvadrati ayrılgan A minus C'ning kvadrati. Bu formula qachon kerak bo'ladi? Ba'zi paytda uchburchakning tomonlaridan biri ildizli bo'ladi, ya'ni irratsional son bo'ladi. Masalan, shunday savol berilgan bo'lsa, uchburchak keyin bu formulani tekshirish uchun o'zimizga qulay misol olamiz. Qanaqa qulay misol? Misol uchun bitta uchburchak olamiz. Tomonlari 3 bo'lsin, 5 bo'lsin. Yo'q, 4 nim haydaydi. Chunki kalkulda 3 5 ku 25 qo'shilgan 9, 3-tomon ilz ostida 34 bo'ladi. Hozir bu uchburchak to'g'ri burchakli bo'lganligi uchun buni yuzini topish juda oson. Sababi uchburchak to'g'ri burchakli bo'lganda uning yuzi katetlar ko'paytmasining yarmiga teng bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi katetlar ko'paytmasining yarmiga teng bo'ladi. Ana endi hozirgi shu yuzani birinchi topaylik qanday chiqadi? Yuzani o'zi teng bo'ladi 1/2, 5 ko'paytirilgan 3, 7,5 bo'ladi. Uchburchakning yuzi 7,5 topildi. Ana endi ana shu 7,5 ni biza modifikatsiyalangan Geron formulasini topib beramiz. Qani shu formula bilan 7,5 degan javobni beradi. Oddiy Geron formulasichi. Agar hozir oddiy Geron formulasini qo'ysanglar, yarim perimetr bunday chiqadi. 8 qo'shilgan ilz ostida 34 taqsim 2 chiqadi, tushunasizmi? Keyin formulada qo'ygan paytlaringiz hammasi ildiz bo'ladi. Hisoblash noqulay bo'ladi. Shuning uchun bitta tomoni ildizli bo'lgan paytda mana bu formula, ya'ni modifikatsiyalangan Geron formulasini qo'llashingiz qulay. Shu paytda B deb ana shu ildiz tomonni olasiz. Qaranglar bular. 1/4 ilz ostida A plus C 8. 8 ning kvadrati 64. 64 dan nimani ayiramiz? 34 ni ayiramiz. Ilz ostida 34 ning kvadratini. Ketdik. B ning kvadrati 34. A esa 2 necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana. A minus C ning kvadrati 5 dan 3 dan ayiramiz. 2 kvadrati 4. Tenglik 1/4 ilz ostida 300 bo'ladi. Bu necha bo'ladi? Bu ham 300 bo'ladi. Bunda ne chiqadi? 300 chiqadi. 300 bo'lgan 4 necha? 7 yani. Demak, qachonki sizda uchburchak tomonlarining biri ildizda, ya'ni irratsional son bilan berilgan bo'lsa, o'sha paytda ana bunaqa formula, ya'ni modifikatsiyalangan Geron formulasidan foydalansak ancha oson bo'ladi. Oddiy Geron formulasida hozir qo'yilsa bo'lar edi, lekin hisoblashlar bundan-da murakkabroq bo'ladi. Hisoblash juda oddiy bo'ladi. Ildiz qatnashmasdan, ildiz yo'q. Oddiy Geron formulasi esa ilz ostida 34 hamma yerda qatnashadi. Uni hisob-kitobni bajarish sal qiyinroq bo'ladi. Navbatdagi masalamiz uchburchakning yuzini topishga navbatdagi formulasi. Uchburchakning yuzini biror bir tomon va shu tomonga yopishgan ikkita burchakka ko'ra topib beradi. Ya'ni nima berilgan bo'ladi? Masala sharti bo'yicha sizda berilgan bo'ladi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikkita burchak. Mana shu bir tomon va unga yopishgan ikkita burchakka ko'ra uchburchak yuzini topish.
shart bo'ladi, kerak bo'ladi. Agar A tomon ma'lum bo'lsa, unga yopishgan burchlar alfa va beta ma'lum bo'lsa, qanday qilib yuzini topamiz? A tomon qarshi burchakni topamiz birinchi. Bilamizki, uch burchakda barcha ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Agar bitta burchak alfa, ikkinchisi beta bo'lsa, uchinchi burchagimiz 180 ayrilgan alfa plus beta bo'ladi. Biz hozir ana bu tomonlardan bittasini B deb belgilab, B tomoni biza berilmagan bo'ladi shartda. B tomonni alfa, beta va A orqali topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sinuslar teoremasini qo'llaymiz. Sinuslar teoremasiga ko'ra tomonni bo'lamiz tomon qarshidagi burchak sinusiga. Sinus B'ga bo'lamiz. Tenglik. Yana tomonni olamiz, qarshidagi burchak sinusiga bo'lamiz. 180 ayrilgan alfa plus betaga bo'lamiz. Bu bizda sinuslar teoremasida har bir tomon bo'lingan qarshidagi burchak sinusi bir xil natija beradi. Shunday bo'lganimizdan keyin ana endi bizda B bo'lingan sinus beta bo'ladi bu tomonda. Bu tomonda esa A bo'lingan sinus alfa plus beta hosillanadi. Bizda B tomon berilmagan shartga ko'ra B tomonni topamiz. B tomon A ko'paytirilgan sinus beta bo'lingan sinus alfa plus beta. Endi B tomon topilgandan keyin uchburchak yuzini topishning ikkinchi formulasiga qo'yamiz. İkinci formula qanaqa edi? Uchburchakning yuzi ikki tomon ko'paytirilgan orasidagi burchak sinusi 1 taqsim 2 edi. Shu formulaga qo'yamiz. 1 taqsim 2 A tomon bizda bor. B tomonida top oldik. Ketirib o'rniga qo'yamiz. Sinus beta bo'lingan sinus alfa plus beta ko'paytiramiz orasidagi burchak sinusiga, sinus alfa. Natijada bizda navbatdagi formula kelib chiqadi. Formulaga ko'ra uchburchak yuzi A kvadrat, bu o'sha berilgan tomonning kvadrati. Ko'paytiramiz sinus alfa, ko'paytiramiz sinus beta, bo'lamiz ikkilanganiga sinus alfa plus betaning ikkilanganiga bo'lamiz. Bu uchburchak yuzini bir tomon va unga yopishgan ikki burchakka ko'ra topish formulasi qo'llanadi. Xo'p, misolni ko'ramiz bitta. Masalan, shunday misol berilgan bo'lsin. Uchburchakning bir tomoni 12 ga teng, unga yopishgan burchaklar esa 30 bilan 45 gradusga teng. Boshqa ma'lumot yo'q. Uchburchakning yuzini toping desa, mana shu oxirgi topgan formulamiz to'g'ri keladi. Ana topamiz. S teng yozamiz. 12 ning kvadrati 144 sinus 30 ko'paytirilgan sinus 45 bo'lingan 2 kare sinus necha yozamiz? 75 yozamiz. Alfa plus beta. Endi sinus 30 bilan sinus 45 larning qiymatini bilamiz. Birinchi qisqaradi, bu 72 qoladi. Sinus 30 1 taqsim 2, sinus 45 esa ilzoq 2 taqsim 2 bo'ladi. 4 ga qisqartiramiz. 4 ga qisqartirsak 18 qoladi. Endi sinus 75 ning qiymatini biz hisoblab olishimiz kerak. Sinus 75 ning qiymatini qo'yish formulasini hisoblaymiz. Sinus 75 degani sinus 45 qo'shilgan 30 deb bo'ladi. Va qo'yish formulasini ochamiz. Sinus 45 ilzoq 2 taqsim 2, kosinus 30 ilzoq 3 taqsim 2. Qo'shilgan kosinus 45 ilzoq 2 taqsim 2, sinus 30 1 taqsim 2. Natijada ilzoq 6 qo'shilgan ilzoq 2 taqsim 4 hosil bo'ladi. Suratda 18 ilzoq 2 bo'ldi. Mahrajdan ilzoq 2 ni chiqarib olsak, o'sha suratdan ilzoq 3 qo'shilgan 1 bo'lingan 4 qoladi. Ilzoq 2 ga qisqaradi. 4 suratga chiqadi 72 bo'ladi. Ilzoq 3 qo'shilgan 1. Ilazardan qutqaramiz, qo'shmasa ko'paytiramiz. Ilzoq 3 ayrilgan 1 ga suratda mahrajni ko'paytirsak, natijada mahraj 2 bo'ladi. 2 bilan 72 qisqarsa 36 bo'ladi. Suratda esa ilzoq 3 ayrilgan 1 qoladi. Mana shunday qilib berilgan uchburchakning yuzi topib olinadi. Masalan, ikkita burchak, ikkita tomon berilgan, formula bor, yuzi topiladi. Biz yuzi topish qiyin bo'ladi. Bu formulalar o'zbeklarga desam, kitobchalarda bo'lmagan formula beryapman. Bo'lmasi kerak. Bilishamiz-ki, Morgandan hozir ko'ryapsizlar, bir nechta formula bo'ldi. Birinchi formulasi, ikkinchisi, uchinchisi Geron bo'ldi. Xo'p, mana bu 4-inchisi bo'ldi. 4 ta formula ixtiyoriy burchak uchun ketyapti. To'g'ri burchaklar uchun
yoki bo'lmasa muntazam uchun alohida formasi ham bor. Hozir ayni sizlar bilan bizda hop umuman uchburchak yuzining bo'sh xossasini o'rganamiz. Uchburchak yuzining bo'sh xossasi yo'q. Bitta qoida bor, bo'sh xossa bor. Uchburchak yuzining bo'sh xossasi deyiladi. Uchburchak yuzining bo'sh xossasi eng ko'p ishlatiladigan, eng bilishimiz zarur bo'lgan xossa. Uchburchak yuzida ham xossa bormi? Bor. Uchburchak yuzining bo'sh xossasi aytadiki, uchburchakning uchidan tushirilgan ixtiyoriy chiziq qarshidagi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, uchburchak yuzini ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi. Uchburchakning uchidan tushirilgan ixtiyoriy chiziq qarshidagi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, artsiy tomonni qanday nisbatda bo'lsa, yuzini ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi deb aytadi. Ya'ni S1 bo'lingan S2 A bo'lingan B kabidir degan xosslar. A bo'lingan B kabidir. Uchburchakning uchidan tushirilgan ixtiyoriy chiziq qarshidagi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, uchburchak yuzini nisbatda bo'ladi. Masalan, uchburchak medianasi qarshidagi tomonni qanday nisbatda bo'ladi? Teng 2 ga bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun uchburchak yuzini ham teng 2 ga bo'ladi. Masalan, uchburchakning uchidan tushirilgan bisektrisa qarshidagi tomonni yon tomonlar nisbatga bo'ladimi? Bu bisektrisa bo'sh xossasimi? Demak, bisektrisa uchburchak yuzini ham yon tomonlar nisbatga bo'ladi. Sababi qarshidagi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, uchburchak yuzini ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi. Yoki umuman olganda biror bir ixtiyoriy chiziq, bu chizig'imiz biror bir element bo'lishi shart emas. Oddiy chiziq bo'lishi mumkin, kesma bo'lishi mumkin. Masalan, shu chiziq tushirilgan bo'lsa, shu ikki tomonni 2 va 3 nisbatda bo'ladi degani, yuzlarini hamma degani shunday nisbatda bo'ladi degan ma'lumot kelib chiqadi. Bu uchburchak yuzining bosh xossasi. Masalan, bitta uchburchak olamiz. A, B. A, B kerakmi? Shu uchburchagimizni yuzi 60 ga teng bo'lsin. Beş, altı ve bir. Bir takip yaptı. 9 mesela. Ana. 5 ve 6 9 degan kesmalarga ajratdi. Uchburchak mana shu bo'yalgan soha yuzini toping desa, top bilamiz. Qanday qilib? Mana bu uchidan tushirilgan chiziqlar tomonni qanday nisbatda bo'lsa, yuzini ham xuddi shu nisbatda bo'ladi. Bu deganiki, mana bu yuzani 5s, buni 6s, buni 9s deb olish mumkin. Chunki chiziq qarshi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, uchburchak yuzini ham xuddi shu nisbatda bo'ladi. Endi 5s, 6s, 9s yig'ilib nechaga teng bo'ladi? 60 ga. Yozamiz 5s, 6s, 9s, 60. 20 s nechaga teng? 60 ga, to'g'rimi? S nechaga teng? 3 ga. 3 ga 6 necha bo'ladi? 18. Bu yerdan so'g'an necha ekan? 18. Chunki ixtiyoriy chiziq qarshi tomonni qanday nisbatda bo'lsa, yuzini ham xuddi shu nisbatda bo'ladi.